yumshoqligini, endi mazasini ko'ramiz. Eng qimmati bulchkalarni ham ortda qoldiradigan retsept. Sut, shakar, droji, tuz hammasini aralashtiramiz. Ozgina yog' qo'shamiz. Kerakligicha un qo'shib, yumshoqqina qo'lga juda ham yopishqoq xamir qoramiz. Xamirimiz ustidan yana ozgina yog' qo'yib, ustini yog'lab, oshirishga olib qo'yamiz. Bu bulchkami mazasini zo'r qilgan shu olmalab oladi. Olmani terkadan chiqazib, ustidan shakar sepib aralashtiramiz. Oshgan xamirimizni ozgina yog'lab, sekin qo'lda yoyishni boshlaymiz. Yoyish juda ham oson, o'qlovchi va unaqa narsalar kerak emas. Katta qilib yoyib olganimizdan keyin shu formalarda kesib, ichiga nachinkalarni solib olamiz. Men shu ko'rinishda qildim, lekin xohlagan ko'rinishda qilsangiz bo'ladi. Bulchkalarimizni 10 minut xonada qoldirib, keyin qizib turgan duxovkada pishirib olamiz. Bulchkalarim pishi bilan yugurib choy damlashga tushdim. Simpatiya choylari aynan shu mango marakuyaligi juda ham yuragimdan boshqacha joy oldi. Bulchkalarimiz tayyor. Uyimda narsam qolmadi, ro'zg'orim yo'q deydiganlarga bahona bo'lmasligi uchun shu retsept o'rgatdim. Ustiga tuxum surmasiga ham ko'rdinglarmi, qanaqa qizarib, chiroyli bo'lib chiqdi. Bulchkalarimiz issiqligida saharni pudri sepamiz. Ishoning, buni mazasi shunaqa zo'r chiqdi. Qimmatbaho bulchkalardan hech ham qolishmaydigan juda ham mazali bulchka bo'ldi. Retsept yoqqan bo'lsa, profilimga obuna bo'ling. U yoqda bundan ham zo'r retseptlar bor. Videoga like bosib,